Horming. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, rahmat. Voy, bu nima qilganingiz? Nima bo'pti? Kerak bo'lgandan keyin tozalaysiz. O'zingiz supurmaganga yarasha birovni mehnatini ham qadrlashni bilmas ekansizda. Menga qara, tiling chiqib qoptimi? Sensiramang, hurmatingizni biling. Sen nima deyapsan? Hey. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Oyjon. Mana u keliningiz menga aql o'rgatyapti. Oyjon, Bitta hovli supurganni minnat qilyapti. Hadeb mahmadanalik qilmasdan boring, kiyimlaringizni almashtirib, kechki ovqatni harakatini qiling. Voy. Haligacha bitta ovqat solmadinglarmi? Tushunmadim. Bu nima muomala? Yo'q, oyijon, noto'g'ri tushundingiz meni. Shunchaki uyda ikkita ayol bor deb. O'ziniz ovqatni solib qo'ygan. O'shani guruchini soling deyapman sizga. Xo'p. Xafa bo'lmang, bo'lim. Ishingizni qilavering. xo'p oyjon.